sizda ayol bo'lsagina uylanaman. Agar bugun o'g'lingizni o'ylantirish vaqti kelgan bo'lsa, uylanmayotgan bo'lsa, u sizga bir javobni berayotgan. Ona, sizdagi xotinim bo'lishini xohlayman. Sizda ayol bo'lsagina uylanaman deyotgan bo'lsa, yoki qizingizni turmushga bermoqchisiz, u yagona gapni aytayapti. Dadamga o'xshagan odamga turmushga chiqaman deyotgan bo'lsa, demak, onalar bir ishni qilishingiz kerak. Siz o'z farzandlaringizdan sekin-asta uzoqlashishingiz kerak. Biling, siz o'g'lingizni hayotida xotinga aylangansiz. Qizingizni hayotida esa erga aylangansiz. Chunki ular ota-onasiga o'xshagan xotin yoki er qidiryaptimi, ular hech qachon baxtli bo'lisha olmaydi. Chunki ota-onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Bu yerda o'g'il bola ham, qiz bola ham separatsiyasi yotibdi, aynan bog'liqligi yotibdi. Demak, hali ham sizni farzandingiz katta bo'lishiga siz yo'l qo'ymayapsiz. Sekin-asta o'z hayotingizga qadam bosing. Onalar va otalar o'zlari bilan o'zlari bo'lish vaqti keldi. Ularni esa baxtli qilish vaqti keldi.